Uya küçük kirgan. Hamsa. Tez uyuma kelin küçük kiribdi uya. Tug'lar yemasin tez kelin. Hamsa. Tez kelin qani, o'zi yugur tishlaydi meni bu. Jillari o'tiribdi bu. Tez kelin qani? Hamsa? Ya. Sizmi? Qanday ya? Jilli bilimsiz. Keldingizmi unaqa deyimsiz? Nima chaqirdingiz? Küçük kirgan, küçük darvoza ochib qolgan tug'lar edi. Küçük emas-ku. O küçük yarim soatdan beri o'yin nima qiladi? O'g'lingiz Zokir-ku, ila kuylagan aniq-ku, rangini bilyapman-ku. Zokir emas, Zokir yaxshi uylar kirgan o'zi. Yuring yondan ko'ramiz, yuring keling. Hey. Qara bu yoqqa, mana aytdim-ku sizga Zokir deb, mana. Yana boshlab. Senga nima yetishmaydi bacham? Dada onasi demsa bir xillikdan zerikdim. Ko'chada o'ynamayapman, uyda o'ynayapman. Hamsaya, kech aytan baloningizni olib keldim. Bor keling, men tutib. Hamsaya, kecha so'ragan balonlaringizni olib keldim. Qanaqa balon bu? Bu balon Bars baloni. Hozirgi kunda O'zbekistonda trendda ketmoqda. Bu balon bilan qishda, yozda, kuzda xohlagan yo'llaringizda yursangiz bo'ladi. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Eng asosiysi 200% sifat nazoratida. Olasizmi? Ha, olaman. Darvozani tekka qo'yib keting, ertaga pulini chiqarib beraman, haymi? Hozir uyda muammo bo'lyapti-da, haymi? Ha. Hal qilaylik. Da. Mana qara, dadang kelsin, kel. Hamsa keldim men. Sen nimani og'zini ayiraman. Hamsa, mana Men nima urasam siya? kechirasiz, men bilmadim-da. Tuting kuchugingizni. O'rto, Zokir organizovat qil. O'rto! Ha! Nima gap? Nimaga keldinglar? O'rto seni ko'rishga keldi. Ha, qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytib o'ldiradi. O'rto, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasanlar, hozirdan ko'rsalik. O'rto, ilonlar vodiysidan huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rto, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keyin. Ilonlar vodiysi? Hamsa? O tez uyuma keling, o'yin küçük xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqirdingiz, tinchlikmi? Nima qarang, küçük bosdi, küçük. Qanday qutulamiz bularni? Küçük otar nima deyapsiz sizlar? Jildimisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Ketmayganmi bular so'raqan? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rto, bizda razvorot yo'q, to'lka period. Dada, amaki bular olib ketmay ekan, bir 2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qani kel. Uyingizda kalbasa bormi? Bor. Hamsa ish qilib ish beradimmi? Javob. Bola, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, o'zi 2 minutda. Rahmat, addushi, maza qildi. Sala kalbasadan dorini ayirib yeyishga qanday kallang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kallashlar narsa qanday bizar kallamiz ishlamaydi. Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p, bilan dada. Ey chubacha. Yana keldi bu. Hasan birga ber. O'qib bitirsa. Yo'lon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadang ham qo'rqoqdi. Anash gap o'tib tushdim. Dada. Ha, chorini yetmay urdim. Ha, boshqa odam yo'qmi o'sha? So'kdi-da menga. Hop, yozib beradi endi u. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigar edilar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный pochka qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasanda tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha, Nima u? programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Bundan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlarga Rossiyadan pul tashiydi, tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlaringni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlaringni. Yetadimi? Bo'ylami? Tez paydan to'laydi. Bo'ylami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda chimo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasangni olganmisan? Yo'q, olmaganman.
Mana endi Rossiyaga ketaman nasib bo'lsa. Nimaga? Endi ichmaydi bu endi suv. To'xta. Mollarga suv berdingmi? Havo suv berdim. Nima suv ichibdi bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim men dedi. Siz ish etmang, qayim bacham. O'tiring, telefon o'ynang, dada ish etsin, qaymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshityapman mana. Nima ekran o'chiq bo'lsa ham muzika aytibdi bu? Dada, Janatubi degan programma bor. Ana shunda eshityapman muzikalar. Ochgan buni? Janatubi ilovasidan foydalanib musiqani fon rejimida tinglang. U reklamasiz va butunlay bepul. U Google Play va App Store'da mavjud. Dilmurod Madmusayev qo'y. Davay, mollarga suv ber. Men o'zim ishlataman buni. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman, mo. Mollarga suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga yetadi suv ichishga. Sotillarda suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdim, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib keting. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satil suv qo'yamdim oldi, ishdamasini. Mana. Unda kayfi ichibdi-da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo, beryaki. Beryaki. Men ishlatsam, Beryaki. Nima odam chiqdi? Yuri. Banan yegim kelibdi. Tur olib kel. O'ldimi, yaxshimi? Yo'q, kulmik yegim kelibdi. O't bacham, olib kel, olib kel. Bo'ldimi, ko'ngling joyiga tushdimi? Yo'q, kecha tushimga koreyska uzum ko'rdim. Katta. O'shandan yegim kelibdi. Hep onangga gul bo'g'ozmikan yo? O't qayta olib kelsam? Endi bacham bu ham bir kasofat. To'g'ri, ayb bizadan o'tdi, urdi. Nima so'rasang mana keltirib berolmas. Lan, sen olib keldik mana. Endi bacham bizlarni kechirda yozib berma. Nima so'rasang qilamiz. Aniqmi? Ha. Xohlagan narsam. Ha. $100,000 pul. Man kechirasan. Man ana unaqa Nimaga uryapsiz meni? $100,000 deding, men ana unaqa. $50,000. Bacham tur. Nazar sol, tur. Sana deb ana bu mashina sotdik. Bütün umr ana shu yo'lda yurimiz ana. To'xta. Hayda. Oy, onasini yemsin. Hey, bacham. Yaxshimisan? Do'ch yegim kelyapti. Onang. To'xta. Yo'qol. Dada, doktor chaqirdim, kelyapti. Böyle gittik. İçim. Hani? Yana şu doktorlar başka doktor çağır. Başka doktor. Biz öğrendik. Öt ayağını tut. Ayağını tut. Ha, o'rganam bo'lsang oyoqdan boshlamayding-ku. Davlenani qo'lda o'lchatdi bular. O'rganibdimi deyman rostdan. Nerede yonadı be? Bilmayman. Ko'r qani YouTube'dan. Kecha yo'ndik-ku bir. Ha, YouTube'dan bo'lsa bo'ldi. Mana jiyan dadang davlena zo'r. Mana, qara. 550 ga 470. Ko'ryapsanmi? Normalda bu. 470 ga 550 normalmi? Ha, mollarda yaxshi. Sizda. Men mol emas-ku. Mol ham jonzot, siz ham jonzot, to'g'rimi? To'g'rimi? Mol ham jonzot, u ham jonzot. Hammamiz bir molda gapda, nima farqi bu? Davlena-ku. O'zingda qorn og'rig'iga bitta analgin Dimitrov qo'yib yuboramiz. Yaxshi bo'lib ketadi. Ich og'rig'i analgin Dimitrov urilam. Aha, yaxshi bo'ladi. O'g'ri qolar. Oyog'im singan yomon og'ritdi. Analgin Dimitrov. Sochim to'kilyapti. Miyangiz o'rtasiga analgin Dimitrov. Ana mashina motorni taqilibdi-da shunga. Analgin Dimitrov solasiz motori. Moy bilan aralashadi, yaxshi bo'ladi. To'g'risini aytinglar, go'rkov gaplashib qo'yaveraylik. Aytib qo'ying, har ehtimolga qarshida. Bizlar ham bir endi qo'limizdan kelganini qilamiz. Endi siz ham kasal mol ko'raman hozir. Yo'q, vaqtim yo'q. Qaymi? Bitta zakaz olinglar. Yaxshi. Oqam, shpirsin. Sizlarda bunday shpirsi yo'qdi, qayerdan oldingizlar?
Open budjetdan yutib oldik. Zo'r narsa ekan. Lekin bu mol kimi deyman-ku? Любой jonzot tushadi. Uni o'tgan safar mollar ishlatdik. Kishi o'tirgan sendan kim so'radi? Nima uncha gap, Rossiya gap qo'shasan? Anajon, dadangiz nasib bo'lsa yaxshi, xudoga shukr ana. Turib yuring kan? Ana, zo'r ana. Nimasi zo'r bitta oyoqlar kalta bo'lib qolgan. Ichingiz yaxshimi? Ha, ichim yaxshi. Bo'ldi, ichingiz yaxshi. Bu ayog'i bizga javob beramiz. Biz ichi davolash. Ey doktor. Ana katta igna bilan analgin deb ana berma urdingiz, payiga tegan oyog'imni. Ana kalta bo'lib qolgan, egri. Ana, bo'lmasa ertaga bizlar chaqirtirasizlar. Bitta razval chop kelamiz, razval bilan to'g'rilab beradi. Razval? Ha, shundan keyin to'g'ri yuriydi keyin. Qaymi? Mana ko'tar. Ketdik. Ha, biza erta kelamiz bo'lmasa, ketdik. Nima qarab turibsan? Nima qiling? Tutilari. Salla hozir razval aytaman hozir. Ismat, nima paxta terib turibsan sen? O'zim Men seni 60 yildan beri bilaman, yolg'on gapirmasan, odamga paxta qo'yasan, lekin paxta termaysan. To'g'risini ayt, nima terib turibsan? to'g'risini aytaymi? Qorako'l tumani hokim tashabbusi bilan o'zi eng ko'p paxta tergani Damas beribdi. Rostdan. Shuning uchun paxta terolman, bor. Ishingda To'xtagan gap eshitgan. Ismat, u Damas yutish uchun nima qilish kerak? 3-oktyabrdan paxta mavsumi oxirigacha 3 tonna paxta terishing kerak. Keyin hosil bayramida ana shu 3 tonna paxta terganlari ana bu barabana tashab aniqlaydilar. Keyin Damas g'olibini ham aniqlaydilar. Men qarqan faqat Damas qo'yganlar. Yo'q, Damas emas, bitovoy texnikalar ham bu o'yindan ortiq. Xaladellik, kondisioner, televizor ana shunaqa narsalar. Zo'r ekan. Ayb yo'qsa buncha ma'lumot qayerdan olding? Kecha hokim telegramdan aytdi. Sangami? Hokim yozdimi? Hechkasini ber, men ham yozay. Yo'q, maxfiy, hech kim aytmadi. Men hech kim aytmayman. Sen bilasan, hech kim aytma. Bo'lsa, yana bir maxfiy ma'lumot aytaymi? Uni ham hokim aytdimi? Ha. Nima? Qorako'l hosil bayramida aniqlanadi. G'oliblar. Barabanda. Sog' bo'lasan, rahmat Ismat. iPhone 17 olib bering. 17 olib bering. 17 olib bering. Xotin, pulim yo'q. Hammani eri olib beribdi. Olib berasiz. Bilmayman. Xotinim iPhone 17 so'rayapti. Qayerdan olib berishni bilmayman, pulim yo'q. Ha, undan pochkang sot. Yilimi sen pochkani sotsang bir 4-5 yil yashaysan. Keyin o'lib ketasan. Nima kerak o'lib ketib? Ko'zing sot unda. Ko'zim sotsam bir ko'z berib qolaman-ku. Bir ko'zda ham ko'rasan. Bo'lmaydi unaqa bor. Jigaring sotsang ham bo'laylik. Jigarim sotsam qon aylanishi yo'q bo'ladi, keyin 1 yil yashayman undan. 1 yil. Unda yurang sot. Nasib ber to'layman-ku yuragi. Yilli, o'lmaydigan variant yo'qmi? O'lmaydi. Bor bitta variant. Qanaqa? Xotin. iPhone 17. Rahmat. Pulingiz yo'q edi-ku sizni? Zato men seni yaxshi ko'rganim uchun mana iPhone 17 olib keldim. Xursand bo'lmaysanmi? Xursandman. Erta bachalarimizga ko'rsataman. Otalaringiz meni yaxshi ko'rib, romantika qilib iPhone 17 olib bergan deb. Endi lekin bachamiz bo'lmasa kerak. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan chorri psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida, hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Men chorri psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlarni qilishga o'zim majburlashim kerak. Chunki hozirda mana chini qolma. Men alaqib bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda ish qilish o'rgatibdi senga. Malades. Bosib bacham. Senga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma, chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacha? Bacha. Zoker? Bacha? Bacha. Nima qarayapsan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman, chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz atib beraman. Kim o'rgatdi? Chorri psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorri psixolog onasini? Senga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor.
Og'zingga uch oq yoqaman ana.